Farg'ona tumanidagi Oqbulol mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi shifokorlik punkti yillar davomida aholiga xizmat ko'rsatib kelgan. Ta'mirtalab bo'lgan bo'lsa-da, manzil xizmat ko'rsatishda davom etavergan. Ma'lumotlarga qaraganda bu yer 1972-yilda qurib bitkazilgan. Shundan beri biror marta mukammal ta'mirlanmadi. Qishda isitish qiyin bo'lardi, yorug'ligi ham yaxshi bas edi. Hozirgi sharoitimizga keladigan bo'lsak, davlatimiz rahbarlariga, prezidentimizga ming tashakkurlar bo'lsinki, bizga shunchalik sharoit yaratib berdi. Shifoxona mukammal ta'mirlandi, yangi qiyofaga ega bo'ldi. Ta'mirsiz bo'lgan manzilga Sog'liqni saqlash boshqarmasi tomonidan mablag' ajratildi va yangi qiyofa kasb etdi. Hamma vrachlarimizga, hamma hamshiralarimizga, hamma tibbiyot xodimlarimizga ishlash uchun hamma sharoitlar yaratildi. Hamma inventarlar, qattiq, yumshoq inventarlar, tibbiy asbob uskunalar 100% hamma yo'q ta'minlandi. Dori darmon bilan ham hamma yo'q ta'mirlandi. Bemorlarni kunduz kuni yotib davolanish uchun sharoitlar, birinchi yordam ko'rsatish uchun hamma sharoitlar 100% ta'minlandi. Dori darmonlar, nimaiki zarur, birinchi yordamga zarur dorilar hammasi bor. Hozir xalqimiz juda ham yaratib berilgan sharoitdan mamnun. Eski bino ta'mirtalab ahvolga kelib qolganligi, shunga yarasha tibbiy xizmat sifatiga ham ta'sir qilayotgani fuqarolarning murojaatiga sabab bo'layotgan edi. Yangi yil arafasida aholiga qulaylik yaratish maqsadida oilaviy shifokorlik punkti zamonaviy tipda qayta ta'mirlandi. Davlat rahbarimizni tibbiyot sohasiga bergan e'tiborlari natijasida 2024-yil investitsiya dasturi loyihasi asosida qaytadan buzib tashlanib, o'rniga zamonaviy tipdagi shu ko'rib turganlaring oilaviy panika binosi 2 milliard 300 million so'm mablag' evaziga qaytadan qurilib, hamda kerakli tibbiy jihozlar, yumshoq va qattiq inventarlar bilan jihozlandi. Hozirgi kunda shu Oqbulol qishloq aholisiga xizmat ko'rsatib kelyapti. Oilaviy shifokorlik punkti kunduzgi statsionar muolaja xonasi, EKG, ayollar maslahatxonasi, stomatologiya xonalari va jihozlari mavjud. Oqbulol vrachlik punkti 4000 dan ziyod aholiga xizmat ko'rsatadi. Darvoqe bu poliklinika elektronlashgan. Ya'ni siz qabulga kelasiz. Assalomu alaykum. Tishim og'riyapti. Shu masala bo'yicha sizlardan bevosita shifokorning yordami kerak edi. Bo'ldi, familiya ismingiz? Ziyatov Faxror. Yaxshi bo'lib qoling. Rahmat. Demak, bu manzilga men 12-chi bo'lib kirishim mumkin. Darvoqe, shoshilinch bo'lgan bemorlar qanday bu yerga keladi deyishingiz mumkin. Ular uchun maxsus xonalar ajratgan. Agar sizni ishingiz shoshilinch bo'lmaydigan bo'lsa, demak, chek bilan mana shu yerga kirishingizga to'g'ri keladi. Endilikda barcha qulayliklarga ega bo'lgan zamonaviy ushbu shifokorlik punkti fuqarolarni oxirgi yengil, uzog'ini yaqin qilish bilan bir qatorda patronaj xizmati tomonidan hududdagi aholining sog'ligini doimiy ravishda nazorat qilib boriladi. Chiroyli xonalarda ishlaydigan bo'lib qoldim. Bir xonada ishlardim o'zim. Juda ham kichkina edi. Kasal kirsa o'zim bilan bitta kasal bilan to'lib qolardi. Hozir unda bitta xonada ishlardim. Men rosa suyunyapman, 2 xonali bo'ldim. Bunaqa shkaflar berilmagan bizga, bunda temir shkaf, mikroskoplarimiz, mini skrininglar bor. Darrov chiqarib turib kompyuterga tushirar ekanmiz. Bundan bari kompyuterga tushirib darrov vrachga yo'naltirar ekanmiz. Kasallarga berib qo'lida bor, ana xonada, buni xonada demas ekanmiz. Qon tahlili ham tezda bag'da chiqarib turib kompyuterga tashlar ekanman. Vrachga yo'naltirsam, vrachdan o'zi olaverar ekan kasal. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan bu kabi islohotlar avvalo inson manfaatlariga, xalqimizning bugungi kunidan rozi bo'lib, har jihatdan qulay sharoitda turmush kechirishga qaratilgan. Ushbu yo'nalishda belgilangan vazifalarning nafaqat markazlarda, balki chekka hududlarda ham o'z vaqtida amalga oshirilishi odamlar kayfiyatini, islohotlarga ishonchini belgilaydi. Ahror Ziyodov, Safar Ismoilov, Ruxsor Kunsi uchun maxsus.